Assalomu alaykum. Tovuq boqarlardi, kaptar boqadiganlardi, dakan boqadiganlardi eng katta dushmani bankrot qiladigan, oxir shu ishni qilmayman deb qasam ishtirib oladigan dorilar mana shu bo'ladi. Butun dunyo taqiqlangan, ham katta fabrikani go'shtida yo tuxumda topilib qolsa shu moddalar juda katta milliard ziyon ko'rishi mumkin. Balki undan ham ko'p. Ularda nima ziyoni bor? Hamma biladi, lekin nima uchunligini bilmaydi. Mana menda ham tovuqlar bor mana. Zot olyapman hozir ulardan 1 gram antibiotik ichmagan. Ularni ishtahasi o'ta kuchli bu tovuqlardi. Kechpayt ovqat yeydi, ushlasangiz jig'ildon tarang turadi. Ertamangacha hazm bo'larmikin bu ovqat deb o'ylab qolasiz. Yo'q, ertaman turadi yana. Bobbagida yana ovqatni so'rab ketaveradi. Endi 200 ta jo'ja ochirishim kerak. Hozir 100 ta ochirdim. Mana eng kichkina partiyasi mana ular mana. Ular ham umuman dori ichmagan, hozir 1 haftalik, 10 kunlik bo'ldi. Bularda ham ishtahasi kamday. Ayniqsa 3 kunlik, 4 kunligida qo'rqib ketasiz. O'zi bilan teng don yeb qo'yarmikin, kasal bo'lib qolarmikin deb. Antibiotik nimaga ishtahani yo'qotadi? Antibiotik 3 marta bergan tovuqqa antibiotik 3 marta bersangiz, ichida polezniy bakteriyalar bo'ladi. Oshqozonida, ichakda, boshqa joylarida qirvoradi antibiotik shu polezniy bakteriyalarni. Shuni hisobiga ishtaha pasayadi. Xuddali dehqonlar yerga silitrasi 3 marta silitra solsa, chuvalchang o'lib ketadi-yu, qaytib tikkalanmaydi. Xuddi shunga o'xshab tovuqda ham shunaqa ichidagi narsalarni teraveradi. Endi buni yomon tomoni 3 marta antibiotik ichgan tovuq resistentность degan narsa bor. O'rganib qoladi. Har 15 kunda bir yana dori berishingiz kerak. Immunitetni yo'q qiladi. Bu tovuqlardan bola bo'lmaydi, nasl olish mumkin emas. Inkubatorga tuxumini qo'yib, bolasini olib katta qilganingiz bilan xuddi o'zidaqa chiqadi bolasi ham. ChatGPT ga, Google ga savol beringlar, antibiotik ichgan tovuqni tuxumini inkubatorga qo'yishdi. Juda ko'p 60%, 50%, 60% ochiladi xolos bunaqa tovuqlarda. Juda ko'p ko'ja tuxumni ichida o'lib ketadi. Ochilgandan keyin 10 kun ichida don yemasdan qurib, ichi suyulib, yana bir qismi o'lib ketadi. 10 kundan keyin xirillash boshlanadi, ko'zi yumiladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Katta bo'lguncha tuxum ichirguncha juda ko'p qismi o'lib ketadi unaqa tovuqlarning bolalari. Tuxum ichirgandan keyin ham 50% tuxum beradi xolos. Undan ko'p bermaydi. Unda ham dori berib, narsalar qilib orqasidan quvlab yurasiz. 1-2 oy tug'adi, tojlari oqarib, patlari to'kilib, uniga chiqib. Biz tovuqlar mana 6 oy tuxum tug'di, yana 1-2 yil tug'adi bular. Biz bulardan hozir rosa tojlari qizarib, rosa kuchga kirdi. Biz bulardan hozir nasl olyapmiz. Keyingi yil bozorga olib chiqamiz. Ular jo'jalarni chiqarib, xudo xolasa tayyorgarlik ko'ryapmiz. Endi baribir tovuq kasal bo'ladi. Mana shu dorilarni ajratib, mana shu dorilarni bersanglar ham bo'ladi.